Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Bu qatimlik haftalik istiqlal xəbərləri proqramımızga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Bugürdeki portlashlarda 100 dan ortiq Xitoylarning o'lganligi ma'lum bo'lmoqda. 21-sentabr kuni Sharq Turkistonning Bugur nahiyasi Teriq bozorida maydonga kelgan portlashlarda 100 dan ortiq Xitoyning o'lganligi ma'lum bo'lmoqda. 21-sentabr kuni Sharq Turkistonning Bugur nahiyasi Teriq bozorida maydonga kelgan portlashda 100 dan ortiq Xitoyning o'lganligi ma'lum bo'lmoqda. Bugur nahiyasi Teriq bozorida kam degandimi ayrim 3 yerda portlash voqeasining maydonga kelganligini, voqeada 2 odamning hayotidan ayrilganligi, ko'p sonda odamning yaralanganligi xabar qilingan edi. Bu qatimqi portlash voqeasi munosabatli doiralarning bildirishicha niqobliq kishilar tomonidan paydo qilinib, fuqaro va soqchilardan bo'lib, yuzdek Xitoyning o'lishini keltirib chiqarganligini ilgari surgan. Bu xabarning tarqalib tafsilotining oshkora bo'lishini Xitoy doiralari qattiq kontrol ostiga olmoqda. Egallashimizcha bu qatimliq 3 o'rindagi portlashda Uyg'ur fidoilar Xitoy doiralarining Xitoy soqchilari ko'proq o'rinlashgan, tekshirish elib boradigan hamda Xitoy ko'chmanlarining nisbati ko'proq bo'lgan rayonlarni nishon qilgan. Xitoy soqchi askaridan hozircha 17 Xitoyning o'lganligi, Xitoy ko'chmanlaridan 90 dan ortiq Xitoyning o'lganligi oshkorlanmoqda. Xitoy doiralarining Bugur nahiyasida cho'ng tozalash harakati bahonasida tutqun qilingan Uyg'urlarning sonining 20 mingdan oshganligi, turmalarda Xitoyga qarshi harakatga chetishliqi bor deb qaragan Uyg'urlarning iz deraksiz yo'qolib ketib borganligi o'tirg'a chiqmoqda. O'tgan yakshanba kuni Bugur nahiyasida zanjirsimon portlash voqeasi yuz bergandan keyin vaziyat intayin jiddiy bo'lib, ishg'olchi Xitoy doiralarining Uyg'urlarga munosabatli uchurlarni qattiq qamal qilishi sababli voqeaning tafsiloti to'liq oshkorlanmay kelmoqda. Egallangan ma'lumotlardan qaraganda, voqea yuz bergan Bugur nahiyasining Yangisar bozor Barto'g'roq kentining vaziyati harbiy holatda bo'lib, asosiy yerlik xalqning sirtqi chiqishi cheklangan va uyma-uy tekshirib tizimlash ishlari jiddiy elib berilmoqda. Yerlik xalqdan egallangan ma'lumotlarga qaraganda, ularning 3 kundan buyon uydan sirtqa chiqmay o'tirayotganligi, bozorlik hukumat va kentdan mahalladagi aholilarga uqtirish qilinganligi, sirtqa chiqishga ruxsatsiz boshqa yurtlarga ketishga bo'lmaydiganligi bildirilganligi, shunlashqa etiz eriqqa borgandan boshqa kent sirtiga chiqolmayotganligi oshkorlanmoqda. Yana bir tarafdan voqea yuz bergan shu kundan boshlab bir qancha kungacha nahiya tavasida telefon uzib tashlangan bo'lib, yerlik xalq hech yerga telefon urolmagan. Bu qatimliq voqeada Yangisar va Terak bozor yeziliq hukumat binosi bilan soqchixonlar oldida mashinalarning portlaganligi ma'lum bo'lgan bo'lib, hatto o'zini qo'shib portlatgan ahvollarmi borligi ilgari surilmoqda. Yana kelib maktablarga taqalgan bo'lib, bolalarning uydan sirtqa chiqolmayotganligi, yezi bozorda harbiy va soqchilarning intayin ko'pligi, harbiy holat davom qilayotganligi, jiddiychilikning qachon bo'shaydiganligini bilmaydiganligi, Bugur nahiya bozoriga qatnaydigan qatnashlarmi to'xtatilganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy axboroti Bugurdagi zanjirsimon portlash voqeasi haqida 25-sentabr 2 qatim xabar e'lon qildi. Voqea haqidagi tunji xabarda faqat 2 kishining o'lganligini xabar qilgan Xitoy matbuoti bugungisida voqeada jami 52 kishining o'lganligini oshkorladi. Xitoy xabarida bayon qilinishicha, voqeada Xitoy tomonidan o'lganlar 10, qarshi tomonidan o'lganlar 42 nafar. Xitoyga hujum qilganlardan o'lganlarning sonining ko'pligi va muxbirning Bugurdan bevosita egallagan ma'lumotlardan Bugurda 21-sentabr yuz bergan zanjirsimon portlashning Xitoy doiralariga qarshi cho'ng bir isyon ekanligi, Xitoyning bu isyonni qonliq shaklda bostirganligi oydinlashdi. Ma'lum bo'lishicha, 50 dan ortiq fidoi Bugurning 3 yezi bozoridagi oz deganda 7 o'rinda Xitoy kuchlari va manfaatlariga hujum elib borgan. Agar Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, fidoilar bu qatimqi isyonida ig'ir badal to'lagan. Ammo Bugurdagi Xitoy ko'chmanlariga, jumladan Xitoy doiralari va soqchilarga qattiq vahima solgan. Biz Bugur jihodi haqida Istanbulda yashayotgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan bilan maxsus suhbat elib bordik. Suhbatning tafsilotini to'rimizdan ko'rib olasizlar. Qisqaklari bosqinlarning hech qanday kar qilmaydiganligidan iborat bir haqiqatni isbotlab berdi. Biz buning uchun Allohdan yordam va mag'firat tilash bilan birga sening bu jinoiy qilmishingga biz tamamen qarshi chiqamiz. Tamamen şu sana can e'lon qilamiz biz. İlham To'xti muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Ishg'olchi Xitoy doiralari Uyg'ur kishilik huquq tashabbuschisi professor doktor İlham To'xti apandini
atalmış davlatni parchalashga urinish tuhmati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qildi. İşğalçı Xitay dairələri Uyğur kişilik hüquq təşəbbüsçisi professor doktor İlham Toxti əpəndini atalmış dövlətni parçalaşqa urinish töhməti bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qildi. İlham Toxti əpəndining advokati ijtimoiy uchur aloqa vositasi Twitter adresida İlham Toxtining oilasi bilan ko'rishganligini, İlham Toxtining dövlətni parçalaşqa urinish jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligini bildirdi. İlham Toxti əpəndi oldingi hafta Urumchi o'rta xalq sud mahkamasida sudga tortilgan ve atalmış bölgünçülük cinayeti bilen ayıplangan edi. Sud mahkemesi muxbirlar ve xalqaro kuzatuvchilarning sudga qatnashishiga ruxsat qilmagan edi. İlham Toxti əpəndi sudga tortilgan birinchi kuni bölgünçü nomidagi barliq ayıplashlarni qat'iy rad qilgan. Sud jarayonida sudning va shu rayonning atrofidagi ko'chalar butunlay Xitoy soqchi qismlar tarafidan to'silgan ve sudga qatnashishni talab qilgan muxbirlarmo yaqinlashtirilmagan edi. Xitoy doiralari oxirgi sud hukmini 23-sentabr e'lon qilib, tinchlik bilan o'z millatining huquqini qo'g'digan bir ziyoliga butun qonunlarni va insoniy axloqni dafsanda qilgan holda muddatsiz qamoq jazosi berdi. Xitoy tajovuzchilari 23-sentabr Ilham Toxtiga muddatsiz qamoq jazosi hukm qilishi bilan butun dunyoda buningga qarshi qattiq inkoslar keldi. 23-sentabr bosh shtabi Nyu-York shahridagi BDT umumiy yig'inida nutq so'zlagan Obama shu kun yana Clinton yer shari fondida nutq so'zlab, Uyg'ur o'qituvchi ziyoli Ilham Toxtini tilga oldi. Obama Ilham Toxti va uningga o'xshash kishilarning erkinlikka haqqi borligi va ularning qo'yib berilishi kerakligini ta'kidladi. In China, Liu Xiaobo, and now Ilham Toxti. In Vietnam, Father Lee, and so many others. They deserve to be free. They ought to be released. Shu kuni Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry Aqsaray bayonotchisi Josh Ernest yozim bayonot e'lon qilib, İlham Toxtining muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligiga ifoda bildirdi. John Kerry bayonotida Amerika İlham Toxtining mahkum qilinishi va muddatsiz qamoqqa hukm qilinishidan qattiq bearam bo'ldi. Tinch o'qituvchilik jinoyat emas dedi. Bu Amerika oliy darajalik rahbarlarining tunji qatim bo'lgunchilik bilan ayblanib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan bir Uyg'ur siyosiy mahbusning masalasiga u qamoqqa hukm qilingan shu kuni ifoda bildirib, uni qo'yib berishga chaqirishidir. Xitoy sud doiralarining bu hukmiga qarshi Turkiyada faoliyat berayotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bayonot e'lon qildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Ma'rif.org tor betida e'lon qilingan bayonotda mundaq deyilgan: Mashhur Uyg'ur akademiki va inson haqlari tashabbuschisi Ilham Toxti Xitoy mahkamasi tomonidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Mahkamaning qaroriga rozi bo'lmaganligini bildirgan Ilham Toxti soqchilarning majburlashi bilan sud zalidan elib ketildi. Jami 3 soat 15 minut davomlashgan sudda doktor İlham Toxti haqida hozirlangan da'vonoma 5 nafar sudchi tomonidan o'qib o'tilgan edi. Mahkama Toxtining aqlg'uchiligini qiladigan advokat sonini 2 kishi deb belgilagan. Ammo ayblovchi sudchi va advokatlarning soni haqida hech qanday cheklama qo'ymagan. Da'vonomada doktor Toxti davlatni parchalashga tashabbus qilish bilan ayblangan. Uningdan ilgari qalam qog'ozga va ko'p qismi 2008-yili Xitoy doiralari tomonidan taqib etilgan Uyg'ur biz to'g'rida e'lon qilingan 200 dan ortiq ilmiy maqolasining jinoyat ekanligi da'vosi bilan tutqun qilingan Toxti, bu da'vonoma mening qarashimcha ideologiyalik va siyosiydir va tamoman fikri tushunchani jinoyat deb qaramoqda. Bu sababdan bu da'vonoma meni fikr va tushunchalarim sababli jazolantirishni xohlayotidi deb e'tiroz bildirgan edi. Beijingdagi Millatlar universitetida iqtisod professori bo'lgan 45 yoshli Toxti Beijingda 15-yanvarda bo'lgunchilik jinoyati bilan tutqun qilingan. Kompyuteri, qo'l telefoni va ba'zi ilmiy akademik tadqiqotlari elib ketilgan edi. Professor doktor İlham Toxti Xitoy asosiy qonunlari va atalmış Uyg'ur avtonom rayonining asosiy qonunlariga tayinib, Uyg'urlarning haqlarini tashabbus qilganligi uchun bo'lgunchi atilib tutqun qilindi. İlham Toxtining Xitoyga qarshi namoyish qilgan yoki namoyish o'rinlashtirgan hech bir harakat va tashkilot bilan aloqasi yo'qligini Xitoy doiralari yaxshi biladi. İlham Toxti Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qaratgan besim siyosati va yo'lsizliklarni tanqid qildi va maqolalarini e'lon qilish orqali haqiqatni o'ttirg'a qo'ydi. Uyg'urlar uchun Xitoy asosiy qonuni tomonidan e'tirof qilingan haq va erkinlikni qo'g'didi. Uning maqolalarining hech birida Sharq Turkistondan Xitoyni ayirish va yoki Xitoyni parchalashga o'xshash ideyaning yo'qligi nihoyatda ochiqdir. Faqat asosiy qonunga asosan Uyg'urlarga erkinlik berilishini haqsizlik qilinmasligini tilga olganligi uchun qamoqqa ilindi.
Biz Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bo'lish sifatimiz bilan Xitoyning Ilhom To'xtiga qilgan bu nahaq jazosini ayiblaymiz va la'nat o'qiymiz. Ilhom To'xtining jinoyati yo'qdir. U faqat haq so'zlaganligi uchun jazoga tortildi. Xitoy doiralari uningga tuhmat qilyotdi va jinoyatchi qilish uchun yolg'on va soxta dalillarni isbot qilyotdi. Ilhom To'xti bir ziyoli, Uyg'urlardan yetishib chiqqan iqtisodshunos professor va tadqiqotchi. Ilhom To'xti yolg'iz Uyg'ur turklarining insoniy haq va erkinligi bilan yashashini, qandaqki bir Xitoy erkin yashasa, Uyg'ur turklarining o'xshash shaklda erkin va hurlik bilan yashashini talab qilganligi uchun qamoq jazosiga hukm qilindi. Ilhom To'xtini faqat Sharq Turkistonliklar emas, boshqa nurg'un Xitoylarmo nihoyat yaxshi ko'rdi va hurmat qiladi. Ilhom To'xti aslida Uyg'ur masalasida Xitoy doiralarining kamchilik va xatoliklarni eslatganligi, haqiqatni bayon qilganligi, Xitoylar bilan Uyg'ur turklarini tinchlikka elib kelishga tirishganligi uchun Xitoy uningga rahmat etishning o'rniga uni turmaga soldi va muddatsiz qamoq jazosiga hukm qildi. Mushundaq bo'lib, Xitoy Uyg'urlarning asosiy qonunga va Xitoy doiralariga bo'lgan ishonchisini yana bir qatim yo'qotgan bo'ldi. Buningda yo'qotib qo'ygani Xitoy bo'ldi. Chunki Xitoy Sharq Turkistonda va xalqaroda o'zining e'tiborini yo'qotgan bo'ldi. Nurg'un xalqaro tashkilotlar bu nohaq ayblashga e'tiroz bildirdi va Xitoyning Uyg'urlarga adil bo'lmagan va bir taraflama turishini ko'rgan bo'ldi. Xitoyda hokimlar va sudchilarning mustaqilligidan so'z echish mumkin emas. Hokimlar va sudchilar Xitoy Kommunist partiyasiga oid bo'lib xizmat qiladi. Suddan ilgari hokimlar bilan siyosiy mas'ullar birlikda qaror oladi. Xususan, siyosiy jinoyatchilar sudida javobgarning o'zini aqlashga fursat bermasdan ilgari olgan qarorni o'qiydi va sudni oxirlashtirdi. Professor doktor Ilhom To'xtining hech qanday jinoyati yo'q. U haqiqatning qo'g'duvchisi, Uyg'urlarning ovozi va umid manbasi bo'lgan edi. Ilhom To'xtini qamoq jazosiga hukm qilish, Uyg'urlarning ovozini bo'g'ish, erkinlik, tinchlik va inson haqlarini dafsanda qilish bo'ladi. Biz Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bo'lish sifatimiz bilan Ilhom To'xtining muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinishini siyosiy va adil bo'lmagan va haq huquq dafsanda qilingan bir jazo deb qaraymiz. Xitoyning Ilhom To'xtini shartsiz erkin qo'yib berishini talab qilamiz. Amerika Xitoyga qarshi Vyetnamga urush aeroplani setib beradigan bo'ldi. Amerika Vyetnamga qaratgan qurol-yarog' embargosini yengiltishni maqsad qilmoqda. Amerika Vyetnamga qaratgan qurol-yarog' embargosini yengiltishni maqsad qilmoqda. Dunyo bultani to'rining xabar qilishicha, Amerika 40 yildan keyin Vyetnam xotirasini qayta ochgan bo'lib, Amerika bu qatim Vyetnamni Xitoyga qarshi ko'zur sifatida ishlatgan. Vyetnam qaratgan qurol-yarog' embargosini yengiltishni maqsad qilgan Amerikaning tunji qatimda Vyetnamga beradigan quroli urush aeroplani ekan. Amerika Vyetnamga bundoq urush quroli setish orqali Xitoy Janubiy dengizi masalasida Vyetnamning Xitoyga qarshi kuchlanishini xohlaydi ekan. Bu masala to'g'riliq bayonot e'lon qilgan Amerika mas'ullari Washingtonning Vyetnamga yordam qilishni xohlaydiganligini va buni Vyetnamning dengiz qirg'og'ini qo'g'dash ishini kuchlantirishning plani ekanligini bildirdi. Tunji qadamda Vyetnamga setilishi planlanayotgan urush aeroplani bo'lsa, qurolsiz P-3 tipli kuzish aeroplanlari ekan. Bu xil havo aeroplanlarining Vyetnamning Xitoy Janubiy dengizida Xitoyning kunsiri chekidan eshiyotgan faoliyatlarini kuzatishga yordam bo'ldi ekan. Xabarda yana Obama hukumatidan ikki mas'ulning Washingtonda Vyetnam embargosining amaldan qoldirilishiga munosabatlik muzokara boshlanganligi va bu yil oxirigacha aniq qaror elinishi mumkinligini uqtirganligi ilgari surilgan. Nomini oshkorlashni xohlamagan bir Amerika mas'uli mazkur masalaga doir ahvol o'zgaryapti. Bizning muhim deb qaragan narsamiz manfaatimizni saqlab qoladigan yangi bir sherik topganligimizdir degan. Xabarda yana Amerika qurol-yarog' sanoatidan 2 nafar yuqori darajalik mas'ulning Reuters agentligiga Amerika doiralarining Vyetnamga qaratgan qurol embargosini yaqin bir zamonda amaldan qoldirganligini uqtirganligi ilgari surilgan. Xitoy doiralarining Xitoy Janubiy dengizidagi qo'shni davlatlar orasida qolgan orollarning egilik huquqini o'zining qilib olish uchun qilgan harakati qo'shni davlatlarning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Vyetnamda Xitoyning bu ishg'olchilik siyosatiga qarshi qattiq namoyishlar maydonga kelgan va Vyetnamdagi Xitoy shirkatlari va Xitoy mollari keng ko'lamli hujum uchirgan edi. Yil boshida Xitoy doiralari o'zining harbiy kuchiga tayanib, Vyetnamga besim ishiltish orqali Xitoyning zulmidan qochib chiqib, Vyetnamda o'ltiraqlashib qolgan 60 oilalik Uyg'urni qaytirib elib ketgan edi. Turkiyada o'rta maktablardagi yog'liq ortishni cheklash bekor qilindi. Turkiyada yog'liq ortishni cheklashga munosabatli qonunlar tuzilgandan keyin Ministrlar Majlisi yig'inida o'rta maktablardagi yog'liq ortishni cheklash bekor qilindi.
Turkiyada yağlıq artışını cheklashga munosabatli qonunlar tuzilgandan keyin Ministrlar Majlisi yig'inida o'ttir maktablardagi yağlıq artışını cheklash bekor qilindi. Turkiya muavin ministri Turkiya hukumati so'zchisi Bülent Arınç mundaq dedi. Milliy ta'lim tarbiya ministrligiga oid maktablarda yo'l qo'yilgan o'quvchilarning qiyofat tuzimiga munosabatli qonunlarning 4-moddasidagi 1-bosqichning 5-tarmog'ida zikr qilingan 5 ochiq bo'lishi kerak degan ifoda o'chirib o'tildi. Buningga asosan Turkiya hukumatining to'liqsiz va to'liq o'rta maktablarda o'qiydigan qiz o'quvchilardan yağlıq artışını xohlaganlar sinflarga yağlıq artgan holatda kirib dars o'qiy oladi. Yana bir tarafdan bu xush xabarni Turkiya Milliy ma'arif ministri Nabi Avcemo muxbirlar oldida e'lon qildi. Yaman poytaxti San'a shialarining qo'liga tushib ketdi. Yaman poytaxti San'aning barliq askariy va hukumat organlari bilan Husiylarning, ya'ni shialarning qo'liga tushib ketganligi bildirildi. Mufakkiratul Islom to'rining xabar qilishicha, kuzatuvchilar Yaman poytaxti San'aning barliq askariy va hukumat organlari bilan Husiylarning, ya'ni shialarning qo'liga tushib qolishini Yamandagi ba'zi qabila va siyosiy kuchlarni yo'qotish uchun planlangan suiqasd deb qaragan. Kuzatuvchilarning qarashicha, poytaxt San'aning barliq askariy va hukumat organlari bilan Husiylarning qo'liga tushib qolishining orqasida Yamanliklar qattiq aloqada bo'lib ketgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Yaman qurolliq armiyasi, Markaziy bankisi va hukumat sarayiga o'xshash rasmiy organlarning ko'pinchisi hech qanday qarishliksiz Husiylarga topshirib berilgan. Xabarda kuzatuvchilarning San'ada yuz berayotgan voqeaning ba'zi siyosiy, qabila va askariy kuchlarni yo'qotish va shu orqali Yamandagi siyosiy faoliyatlarni chetga qiqish uchun vujudga chiqarilgan suiqasd deb qaraganligi ilgari surilgan. Yamanda bir haftadan beri Husiylar qalaymiqonchilik chiqarib kelgan bo'lib, aradan qonliq qurolliq to'qinishlar maydonga kelgan. Urush to'xtatish uchun arada ittifoq kelishimnomasi tuzilgan bo'lsa-mu, imzo qo'yish ishi to'liq ishga oshirilmagan. Husiylar bir kechada poytaxt San'ani qo'lga olgan. Kuzatuvchilar San'aning qo'ldan ketishini suiqasd deb qarab, bu suiqasdda Yaman raisi Hadi bilan birlashgan davlatlar tashkiloti vakili Jamal bin Amirining qo'li borligini ilgari surmoqda. Al Jazeera televiziya kanalining qarama-qarshi munozara programmasi sunuvchisi Dr. Faysal Qosimning ijtimoiy uchur vositasi Facebookda ilgari surishicha, San'aning hamma markazini ishg'ol qilgan Husiylar San'adagi Amerika elchixonasiga faqat tegmagan va elchixona atrofiga yaqinlashmaganligini bildirib, buning o'ylanishga tegishli ish ekanligini eskartgan. Bir kunda 45 ming Suriya Kürtlari chegara orqali Turkiyaga kirdi. Bir kun ichida 45 ming nafar Kürtning Iroq Sham Islom davlati tashkiloti jangchilaridan qo'rqib Turkiyaga o'tganligi bildirildi. Turkiya muavin ministrining ilgari surishicha, bir kun ichida Suriyada yashayotgan Kürtlardan 45 ming nafar Kürt Iroq Sham Islom davlati tashkiloti urushchilaridan qochib, chegara orqali Turkiyaga o'tgan. Dunyo bultani to'rining Reuters agentligidan naql qilib xabar qilishicha, Turkiya muavin ministri Numan Qurtulmush 20-sentabr shanba kuni Turkiyaning Turkiya-Suriya chegarasida o'tish yo'li echishi bilan bir kun ichida 45 ming nafar Kürtning Iroq Sham Islom davlati tashkiloti jangchilaridan qo'rqib Turkiyaga o'tganligini ilgari surgan. Numan Qurtulmush Turkiya CNN televiziya kanaliga hozirgacha 45 ming nafar suriyalik Kürt Tünügün Aqchi qal'adan Moristabinarga echilgan 30 kilometr masofadagi 8 nuqtadan Turkiyaga o'tib bo'lganligini bildirdi. Munosabatlik doiralardan egallangan ma'lumotlarga qaraganda, ko'chish to'lqini hali ham davom qilayotgan bo'lib, 20-sentabrdan hozirgacha 130 ming Kürt muhojir Turkiyaga o'tib bo'lgan. Bularning soni 400 mingga yetish ehtimoli bo'lganligi uchun Turkiya hozirdan boshlab chidir tikish ishlarini boshlab o'tgan. Ko'rga elingan Türk diplomatlari qutqizildi. Iroqning Musul shahrida Iroq Sham Islom davlati tashkiloti tomonidan ko'rga elingan 49 nafar Türk diplomatlari qutqizildi va Turkiyaga sog' salomat elib kelindi. Iroqning Musul shahrida Iroq Sham Islom davlati tashkiloti tomonidan ko'rga elingan 49 nafar Türk diplomatlari qutqizildi va Turkiyaga sog' salomat elib kelindi. Turkiya Milliy istixborot tashkilotining uzundan buyon jiddiy harakat qilishi natijasida qutqizib chiqilgan diplomatlarning qutqizilib chiqish harakatiga Milliy istixborot tashkiloti raisi Hakan Fidan bevosita riyosatchilik qilgan bo'lib, u harakatning barliq jarayonini bosh ministr Ahmed Davuto'g'liga birma-bir yetkazib turgan. Ular qutqizib chiqilgandan keyin bosh ministr Ahmed Davuto'g'li Ozarbayjondagi ziyoratini oxirlashtirmasdan Ozarbayjondan ayrilib Shonni urpog'iga mangdi va u yerda Iroq Sham Islom davlati tashkilotidan qutqizib olingan diplomatlar bilan ko'rishdi. Bosh ministr Ahmed Davuto'g'li bilan ayoli Sara Davuto'g'li
muavin bosh ministri Yalchin Aqto'g'an, milliy ma'arif ministri Nabi Avji qatorliq mas'ullar qutqizilgan diplomatlar bilan Shanli Urfada ko'rishib bo'lgandan keyin Davud o'g'lining maxsus aeroplani bilan Anqaraga keldi. Qutqizilgan turk diplomatlar bilan Shanli Urfada suhbatlashgan bosh ministr Davud o'g'li davlatimizga ishondinglar, hukumatimiz va bizlarga ishondinglar. Bizlarmo sizlarga ishondik. Ikki bayramni birlikda o'tkazamiz. Alloh xolisa yangi bayramdan ilgari yana bir bayram o'tkazamiz degan edim. Alloh nasib qildi. Alloh sizlarni yana bir qatim oilalaringlardan ayirmasin dedi. Bosh ministr Davud o'g'li qutqizilgan diplomatlar bilan birlikda aeroplanga minib chiqdi. Turkiyaning o'z diplomatlarini qutqizib chiqqandan keyin so'z qilgan Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry, Turkiyaning Iroq Sham islom davlatiga qarshi endi texmi jiddiy qadam bosishi kerakligini bildirganidan keyin John Kerryga javob kechikmadi. Bosh ministr Ahmad Davud o'g'lining javobi qattiq bo'lib, u so'zda hech qanday davlatning Turkiyaga bir ishni zo'rlay olmaydiganligini, Turkiyaning o'z qarorini o'zi beradiganligini bildirdi va hech kim Turkiyaning oldiga imtihon savoli qo'yaman demasin dedi. Xitoyda Ebola kesili ma'lumoti bergan 8 kishi o'ldirildi. Xitoyda kishilarga Ebola kesiliga qarshi ma'lumot berish uchun xizmat qilayotgan hay'at hujumga uchragan va 8 kishi o'ldirilgan. Dünya Bülteni to'rining 19-sentabr juma kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyda insonlarga Ebola kesiliga qarshi ma'lumot berish uchun xizmat qilayotgan hay'at hujumga uchragan va 8 kishi o'ldirilgan. Xabarda Xitoyda Ebolaga qarshi xalqni ogohlantirish uchun yurayotgan sahiya xizmatchilari bilan muxbirlardan tarkib topgan bir hay'atning bir qismining o'ldirilgan holatda tepilganligi ilgari surilgan. Xabardan qaraganda sahiya xizmatchilaridan 8 nafari hujumga uchrab, hayotidan ayrilgan. O'ldirilgan 8 kishining jasadi bir boshlang'ich maktabning bog'chasidagi katakdan tepilgan. Xabarda 3 kishining bo'ynining kesib o'ldirilganligi ilgari surilgan bo'lsa-mu, kim tarafidan o'ldirilganligi haqida ma'lumot berilmagan. Poroshenko menmo Qrim tatari, erkinligimdan hargizmi voz kechmayman dedi. Ukraina davlat raisi Poroshenko Qrim masalasini Amerika qurultayida o'tirib qo'ydi. Qrim tatarlariga qarshi sistemalik bostirish elib berilayotgan bir mezgilda Ukraina davlat raisi Poroshenko Qrim masalasini Amerika qurultayida o'tirib qo'ydi. Amerika qurultayida so'z qilgan Ukraina davlat raisi Petro Poroshenko Qrim tatarlari duch kelayotgan besimlarni kun tartibga keltirdi. Poroshenko so'zida "Men Qrim tatari, erkinligimdan hargizmi voz kechmayman" dedi. Poroshenko yana Amerika qurultay a'zolarining oldida qilgan so'zda butun dunyoni Rossiya o'ziga qetib olgan Qrimdagi Qrim tatarlariga qarshi ijro qilinayotgan jinoyatlarga diqqat qilishga va sukut qilmaslikka chaqiriq qildi. Oxirgi bir qancha oy ichida nurg'un insonlarning o'ldirilganligini anglatgan Poroshenko, Rossiya zo'ravon milliy tarixchilar tomonidan o'ldirilgan Qrim tatari Rishat Amitov to'g'riliq so'z qildi. Poroshenko Qrim ishg'oli boshlangan va millionlarcha kishining o'zlarini palach holatga tushib qolgandek his qilayotgan zamonlarda 39 yoshlik Rishat Amitov sukut qilmaslikka qaror qildi. Qrim xalqining bu jasur o'g'lani yolg'iz holatda ishg'olchilarga qarshi chiqdi. Kimligi noma'lum kishilar Amitovni majburiy tutqun qilib, bexatarlik kameralari oldidan elib ketdi. 2 haftadan keyin vahshiylarcha o'ldirilgan Amitovning jasadi topildi dedi. Amitovning bu jasorati haqida so'z qilgan Poroshenko, ishonamanki, Rishat Amitov buni erkinlik va hurlik uchun qildi. Farzandlarini Stalin zamonidagiga o'xshash qul bo'lib yashamasin deb qildi. Ma'lum bir zamondan keyin Qrim ishg'olining o'tmish bo'lganligiga ishonaman. Qrimliklar Amitovning ish izini aslaydi va uning jasoratini hargizmi unutmaydi dedi. Ukrainaning har zaman Qrim tatarlari bilan birga bo'lganligini bildirgan Poroshenko, bugungi kunda butun hur insonlarning buningdan ilgari Amerika davlat raisi John Kennedy'ning so'zlagan so'zlarini Qrim tatarlariga tamsil qilib, butun Qrimliklarning "Men Qrim tatariman, meni hech bir narsa erkinligimdan voz kechtirolmaydi" deyishi kerakligini ta'kidladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunda qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.